Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Siz bilan birgalikda mana bir qiziq misolimizni o'rganib chiqamiz. Xo'sh, misolga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mahrajlarda 16 bor, 5 bor, 7 bor, 16 bor, 5 bor, 7 bor. Xo'sh, bularga mahraj berish qiyin. Demak, 16 ga, 5 ga, 7 ga uchalasiga mahraj tanlash qiyin. Shuning uchun biz qulay yo'ldan foydalanamiz. Demak, biz mana bu va mana buni qo'shamiz. Mahrajlari bir xil. Xo'sh, mana bu va mana buni qo'shamiz. Mahrajlari bir xil. Va bunisi va bunisini qo'shamiz. Mahrajlari bir xillarni. Demak, 9,5 taqsim 16 qo'shilgan 11,11 taqsim 16 ni qo'shamiz. Qo'shilgan keyingisiga, xo'sh, bularni qo'shamiz. Xo'sh, 1,3 taqsim 5 qo'shilgan. Xo'sh, 1,2 taqsim 5 qo'shamiz. Keyingisi bularni qo'shamiz. Xo'sh, 2,1 taqsim 7 qo'shilgan. Keyingisi 5,6 taqsim 7 barobar. Xo'sh, biz mana bu ikkalasini qo'shganimizda butun bilan butunni, kasr bilan kasrni qo'shamiz. Qulay. 9 ga, demak 9 ga 11 ni qo'shadigan bo'lsam, 20 bo'ladi. 20 kasrlarni qo'shadigan bo'lsam, 5 taqsim 16 ga 11 taqsim 16, 16 taqsim 16 bo'ladi. Qo'shilgan 1 bilan 1 ni qo'shadigan bo'lsam 2. Xo'sh, 3 taqsim 5 bilan 2 taqsim 5 ni qo'shadigan bo'lsam 5 taqsim 5. Qo'shilgan 2 bilan 5 ni qo'shadigan bo'lsak 7. 1 taqsim 7 bilan 6 taqsim 7 ni qo'shadigan bo'lsam 7 taqsim 7 bo'ladi. Xo'sh, demak 16 taqsim 16 1 degani, albatta bu 20 bilan qo'shiladi va 21 bo'ladi. Qo'shilgan 5 taqsim 5 1 degani 2 bilan qo'shilib bu 3 bo'ladi. Demak 7 taqsim 7 1 degani, demak 7 bilan qo'shilib, xo'sh, demak 8 bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak 24, 24 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 32 bo'ladi. Xo'sh, mana shunaqangi misollarni oson yechish usullarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling.